Bu ayol Shura. Xushro'ygina, lekin afsuski, juda faol. Bir vaqtlar uni jamoat ishlariga ko'tarib qo'yishgandi. O'shandan beri qaytib tushirish olmaydi. 50 tiyindan berib ketinglar. Bugun nimaga yana? Marsha Seleznyovaning ko'zi yoribdi. To'lab mana bu yerga qo'yinglar. Qiz-sizda. Bilmadim, so'rashga ulgurmadim, balki o'g'il, balki qizdir. Ko'p rahmat. Rahmat. Hoy o'rtoqlar, to'xtanglar, to'lamaganlar to'lab ketsin. Mana bu yerga. Men uchun ham qo'l qo'yib. Marsha Seleznyova farzand ko'ribdi, marhamat qilib 50 tiyin bersangiz qo'yib qo'ying. Zabish bo'pti-ku. Sizdaqa tushunganlarni sadaqasi ketsin arziydi. Marhamat, oling. Qo'y, qaytaman oling. Yo'q, men Marsha Seleznyovandan ishonsan. Siz berganmisiz? Berganman. Berganmisiz? Berganman. Marhamat qilib qo'l qo'ying-da 50 tiyin bering. Barovskining yubileyiga tug'ilganiga 50 yil to'libdi. Hisoblaganda yiliga 1 tiyindan tushadi, qimmat emas. Marhamat qo'l qo'ying. Yubiley modobdan qolgan. Verachka, 50 ga kirganingizda sizga ham yig'amiz. 50 ga kirmayman. Zararli ishda ishlayman. Lyudmila Prokofyevna, falokat, publika bo'lib qolibdi. Nimaga o'ladi? Axir men unaqa buyruq o'libdi? Ha, o'libdi. Nimaga o'ladi? Nima qilibdi? Hali aniqlaganim yo'q. Qani Gulchambarga pul beringlar. Nech pul? 50 tiyindan beravering Gulchambar bilan orkestrga. Allah, agar bugun yana bittasi o'lsa yo tug'ilsa, ovqatsiz qolaman. Shura, siz menimcha buxgalteriyada ishlardingiz-a? Menimcha shunday. Buni aniq bilasizmi? Ha, bo'lmasam-chi? Hadeb jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanavermasdan, ba'zida o'zingizni bevosita ishlaringiz bilan, ya'ni buxgalteriya bilan ham shug'ullansangiz ma'qul ish bo'lardi.